Bugun bolalarga bayram qilib, Sergelida yangi ochilgan My Park plashatkasiga olib bordim. Bolalarim maza qilib o'ynashdi. Bu yerda ham bayram bo'lib, har xil animatorlar keldi, har xil qiziqarli o'yinlar bo'ldi, har xil sovg'alar berishdi. Bugun yana kirish VIPga 70 ming, 1 soatga 40 mingdan bo'ldi. Eng asosiysi shu to'lovni qilib kirganingizdan keyin ichkarida hech qanaqa qo'shimcha to'lovlar yo'q ekan. Onalar ham maza qilib hamma yoqda o'tsa bo'lar ekan. Ichida narsani o'zi yo'q, hamma narsa bor ekan. Bolalarim maza qilib o'ynashdi. 4 soat, 5 soat qolib ketdimiz o'zi ham ichkarida. Shunda ham bolalarim o'yin ko'rgiga to'yishmadi. Bitta notarab bugun odam juda ham ko'p bo'ldi. Ichkarida havo yetmadi, isib ketdi havo. Lekin shunga qaramay maza qilib o'ynadik. Ketayotganimizda morojniy bilan shara tekinga berishdi. Chiroyli manzarada uyga peshkom